Yana bitta johilligini kecha bir guvoh bo'ldim. Bitta odam ayoli kasal bo'lgan ekan, mashinasiga solib doktorga olib borib, ayoli og'irroq betob. Shifokorga olib borgan ekan, endi yarim tunda borgan, favqulodda borgan, borsa shifokor erkak kishi chiqqanda u aytgan, "Yo'q, erkak kishi bo'lsa ko'rsatmayman. Ayolga ko'rsataman." Chiqib ketgan, yana bitta shifoxonaga borib, u yerdaki, xullas ayoli nobud bo'lgan. Bu johillik bilan ayolini o'ldirishga sabab bo'ldi. Bu taqvo emas azizlar. Endi bu tomonini bitta olib aytay. U shunaqa da'voni qilayotganlarni o'zlari birortasi qizini o'qitmaydi. Qizlarni o'qitayotganlarni tanqid qiladi. Deydi, qarang, bu qanaqa taqvodor qizini o'qityapti. Birodar, asli sizga o'xshaganda xotinini, qizini davolataman deb o'qityapti. Unga rahmat aytish kerak. Birinchidan, ikkinchidan, asli islom nuqtai nazaridan olib qaraganda Hidoyada yozyapti, qarang. Hidoya kitobimiz bilasizlar, mashhur kitob, Burxonli Marg'iloniyning kitobi. Mani gapim emas bu. Burxonli Marg'iloniy rahmatullohi alayhining gaplarini o'qib beryapman. Va yajuzu lit-tabibi an yanzura ila mawdi'il marad minha lid-darura. Tabibga nomahramni davolash maqsadida o'sha zarurat joylariga joiz bo'ladi qarashi. Masalan, erkak kishi tabib bo'lsa, ayolni davolashga ruxsat bor. Modomiki o'rniga o'rin bosari yo'q ekanmi, erkak davolasa bo'ladi azizlar. Erkakni ayol davolasa bo'ladi. Zarurat bo'lsa. Lekin hammamizda ham g'ayrat bor. Hammamizda ham aytaylik, millatimizga xos bo'lgan aytaylik g'urur bor. Ayolimga ayol qarasin, erkagiga erkak, lekin bu degani jaholatga olib borib bittasini nobud qilishlik kerak degani emas-da. Qolaversa, amaliyotlarda o'sha operatsiya o'tkazishlikda bechora shifokor u ming Alloh deb turadi u yerda qo'rqib. Uni hayoliga boshqa narsa kelmaydi. Bu jaholatdan ortiq narsa emas. Zarurat nuqtai nazaridan bo'lganda erkak doktor ayolni, ayol doktor erkakni davolasa bo'ladi. Endi buni oldini olishlik uchun qizlarimizni o'qitaylikda bo'lmasa. Ta'lim beraylikda azizlar. Qaysi sohada bo'lmasin. Doktor qilaylik, boshqa sohalarda ham qilaylik. Chunki kerakmi? Kerak, hamma sohada ayolning yordami. Talab qilyapmiz-ku. Demak, o'qitaylik. Shunda jamiyatdagi nomutanosiblik yo'qoladi. Lekin kechirasizlar, agar bunday qiladigan bo'lsa, bu taqvo emas, bu jaholat. Men bundan bir necha yil burun bir janozaga borganimda, meni chekaga tortib turmush o'rtog'i, meni ayolim shu darajada taqvoligidiki, bir kasallik bilan olamdan o'tdi. Shu kasalligini xijolatlik joyida bo'lganligi uchun erkak doktorga ko'rsatishdan yuz o'girib, qon ketish bilan o'lishga rozi bo'ldi deb. Bu taqvo emas, bu jaholat. Mayli bu onaxon taqvoda turgandir, lekin jamiyat nima deydi qiyomatda? Men aytdim, otaxon, siz nima deysiz qiyomatda? Men nima deyman domla bo'lib turib, ertaga qiyomatda shu narsani aytmasam. Shuning uchun bu jaholat azizlar. Buni taqvoga aralashtirish kerak emas. Taqvo ilm bilan, ma'rifat bilan, amal bilan, go'zal xulq bilan bo'ladi.